BMW ishqibozlar uchun sotuvimizga ajoyib avtomobil olib kelib qo'yganmiz. BMW X5 X-Drive 40i avtomobil bo'ladi. Avtomobilimiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan, holatlari ideal holatda turibdi, kraskalari toza. Kapotimiz ostida 3 litrli turbo motor bilan jihozlangan, 340 ta ot kuchiga ega. 22-razmerli diska balonlarida turibdi. Avtomobilimizda 360 gradus kamera, slipovoy zona, beskluchovoy dostuplari bor. Qoraga jigarrang kojinli salon kombinatsiya qilingan. Head-up display, multi-управление rul, abagireflari bor, skorost perdachiklari richakli, elektronik sidinada pametli sidinalari mavjud. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, avtomobilimiz 4 sonli klimat kontrol, katta panoramli krisha, ko'jalari ideal holatda turibdi. Avtomobilimizni to'rali eshikda davodchiklari bor. 42 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomobilimiz. Orqa qismini ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib holatda. Avtomobilimizning narxi va boshqa ma'lumotlar opsiyaniyada bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.